Otam hoji qilaman, onam hoji qilaman degan aka-uka, opa-singillarimizga mana shu videoda jo'natib qo'yinglar. Mana shu videoda oxirigacha ko'rsalang, batafsil ma'lumotlarni Standard Plus hamda Comfort paketlarida narx-navolar bilan tanishib olasizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Centrum Holidays tur firmasining ashaddiy obunachilari, bormisiz, omonmisiz? Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisiga tashrif buyurdik azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga dekabr va yanvar oylariga juda ham katta chegirmalar e'lon qilingan. Shular haqida batafsil ma'lumot yetkazishga harakat qilamiz. Sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar azizlar. Bo'lmasam biz bugungi video syomkamizni Nizomiddin hoji akamiz bilan birgalikda davom ettiramiz. Hoji aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Charchamayapsizmi ishlar bilan? Rahmat. Hoji aka, hozirgi kunda, ya'ni safarlarimiz qaysi sanalarga dekabr oyiga boru va yanvar oyini qaysi sanalarga qabullar davom etmoqda? Assalomu alaykum, hurmatli Centrum Holidays ashaddiy obunachilari, hurmatli vatandoshlar. Xo'p, bizda hozirgi kunda dekabr oyiga 29-dekabr Namangan Jidda, xo'p 30 hamda 31-dekabr Farg'ona Madina hamda Farg'ona Jidda reyslarimizga joylarimiz bor. Xo'p, qolaversa yanvar oyiga ham reyslarni ochiq deb e'lon qilamiz. Qabullarni boshlaganmiz. Xudo xolasa shu videoda oxirigacha ko'rsalang, Standard Plus paketining narx-navolari hamda Comfort paketi, ya'ni yanvar oyini 13-yanvar kuni hafta kuniga seshanba kun bo'ladi. O'zimizni boshchiligimizda Comfort paketni ham tashkil qilganmiz. Xohlovchilar Comfort paketi, xohlovchilar Standard Plus paketini tanlashlari mumkin bo'ladi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, to'liq va batafsil ma'lumotlarni ekrandagi raqamlar orqali bemalol olib, joylarini bron qilishlari mumkin. Xo'p, hoji aka, safarimiz necha kunlik bo'ladi va qayerlarda bo'ladi? Xo'p, safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi. Xo'p, Madinadagi gastinisalarimiz oraliq masofasi Standard Plus tiki 150-200 metrda bo'ladi. Makka shahrida esa gastinisalarimiz oraliq masofasi 1,5 uzog'i bilan 2 kilometrda bo'ladi. Bu albatta Centrum Holidays'da Standard Plus paketi hisoblanadi. Albatta 5 mahal namozga avtobus xizmatlarimiz ham bor. 24 soat bemalol avtobus xizmatidan foydalansalaring ham bo'laveradi. Demak, piyoda ham borib kelish mumkin yoki avtobusda ham bemalol borib kelishlari mumkin, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa tavsiya beraman. Centrum Holidays tur firmasi Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida joylashgan. Poyezd yo'l vokzali oldida bemalol kelib ham to'liq ma'lumotlarni olib ketishlari mumkin, xudo xolasa. Xo'p, hoji aka, hozirgi kunda chegirmali narxlarimizni ham e'lon qilaylik. Ya'ni Standard Plus paketimizning narxi qancha va Comfort paketimizning narxi qancha? Xo'p, Standard Plus paketimiz narxi $1025 qilib beramiz. Bemalol qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Dekabr oyiga ham 10-yanvargacha bu narxlarimiz amal qiladi. $1025 dan Standard Plus. Farg'ona, Namangan hamda Toshkent aeroportlaridan primo reyslarda uchishadi. Farg'onadan haftasiga 2 marta bo'ladi, ya'ni seshanba, chorshanba kunlari. Haftani bir kunida Namangandan bo'ladi. Xo'p, har kuni Toshkentdan Primoy Madina, Primoy Jidda reyslarimiz bor. $1025 dan 10-yanvargacha bemalol telefon qilishaversin. Xo'p, Comfort paketimiz narxi Farg'onadan uchamiz 13-yanvar kuni. Buni narximiz, paketimiz narxi $1100 dan qilib beramiz. Oxirgisi o'zimizni boshchiligimizda bo'ladi. Bu Comfort paketimiz bo'ladi. Bu Comfort paketimizda Standard Plus paketimizdan farqli o'raloq, xo'p, gastiniya bilan ozuqatida bo'ladi. Xo'p, gastiniyalar qancha bo'ladi deb so'rasalaring, Madinada 100 metrda bo'ladi. Xo'p, Makka shahrida esa 800 metrdan uzog'i 1 kilometr oraliq masofasida bo'ladi. Bemalol yosh kattalarimiz ham, yoshlarimiz ham piyoda haramga kirib chiqish imkoniyati bo'ladi. Madinada 3 mahal, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Shuning uchun paketimiz narxi $1100 deb belgilaganmiz. Xudo xolasa. Ya'ni farqlari shunda bo'ladi xolos, lekin shart-sharoitlar bir xil bo'ladi. Albatta, sharoitlari, ziyoratlari Standard Plus paketimizda ham, Comfort paketimizda ham ziyoratlari, hattoki Toyif shahrigacha ziyoratlarni amalga oshiramiz. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana sizlarga to'liq ma'lumotlar berdik degan umiddaman. Agarda videomizda xato va kamchilik bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar azizlar. Hoji aka, sizga ham rahmat. Mana shunday xalqimiz uchun mana shunday yangiliklar va chegirmali narxlar qilishdan to'xtamang. Xo'p, hammaga rahmat. Centrum Holidays ham ziyorat, ham ibodat, ham sayohat bo'ladi. Tanlovda adashmanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat hammaga.